yoki ular vafot qilganda eshikda to'nni kiyib turmasdan to'xtanglar. G'assolga ketayotganda, yuvg'ichga ketayotganda to'xtanglar. Men oxirgi marta o'zim otamni yuvintirib qo'yay. Burnim oqqanda artgan edi, betim shaltoq bo'lganda yuvgan edi. Ishtonimni almashtirgan edi, shu odam edi. O'zim cho'miltirib qo'yay deb kiradigan bola bormi? Ya men o'likdan qo'rqaman deydi. O'lik kim edi? Eshak emas edi-yu, otang edi-yu o'lik. Shu otani oxiri marta tahoratini, oxir marta g'usulini cho'milishiga yaramagan bola bolami o'zi? Xo'p, yuvintirishni ham bilmadingiz, o'likdan qo'rqdingiz. Lekin gunohdan qo'rqmaysiz. Birodar molidan xiyonat qilishdan qo'rqmaysiz. Yolg'ondan qo'rqmaysiz, g'iybatdan qo'rqmaysiz. Orqasidan yumaloq xat yozishdan qo'rqmaysiz. Otani o'ligidan qo'rqasiz. Xo'p, yuvintirmadingiz. Oxirgi ko'ynagi bor. Kafani bor. Tirikligida shim ko'ynak olib olmadingiz. Bechora pensiyasini yig'ib zo'rg'a bitta sharvar kiyib oldi, zo'rg'a bir qiytiq masjid kiyib oldi. Yoki olib bergan bo'lsangiz, xo'p kiydirdingiz. Oxirgi martaga ko'ynagini o'z qo'lingiz bilan kiydirib, "Ey dada, yaxshi qoling. Safaringiz bexatar. Savol javobingiz oson bo'lsin. Ota, mendan rozi bo'ling" deng. Tili bilan javob bermasa ham ruhi sod bo'lib, "Bolam roziman" deydi. Yuzlarini yopib janozaga chiqqanda oxirgi marotaba o'g'il janozani bilmaydi. Ota uchun guvohlikka o't berishni bilmaydi Allohning huzurida. Allohdan otasini mag'firat qilishligini, gunohini kechirishligini so'rashni bilmaydi. Qo'lini bog'lab olib, xayolida uch qachon bo'lar ekan, qo'chqarni qachon so'yar ekan, qasdomlarni chaqirar ekan, qanday qilib o'tkazar ekan. Otaga bir ikki oyat o'sha janoza duosida keladigan duoni o'qishlikka yaramaydi-yu, birovga gap bermaydi. Xo'p, endi dafnga bordik. Oxirgi uyga borganda qabrga tushib, muborak badanlarni oxirgi marta o'zi tushib, tepa past kafanini uchini yechib qo'yib, "Hey ota, yaxshi qoling, qilding meni sizdan judo. Bu aziz jonim, men sizga